Lipochkalari ham yaxshi nimaga qilingan, qattig'idan. Mana ichiga paxta tiqib qo'yilgan. Juda ham zo'r. 2 qavat tikilgan mana endi. Baxanonni. Hop. Rezinka 2 marta aylanib o'tadi. Toza terida kelganlar. Mana uyaltirmayman xolos. Aka-ukalar, assalomu alaykum. Hop. Nabornik so'rayotganlarga obzor qilib beryapman. Toza teri. Mana bu ipi chiqadi aka-ukalar mana. Tortsalang chiqadi. Mana teshikda o'tkazib ishlatsalaring ham bo'ladi. Toza teri mana. Bu qulayligi ixchamlashtirdik. Uchta teshigi bu tarafda, bu tarafda ham shu. Nafas olishi yaxshi, oson bo'ladi. Xo'p, mana shu turishi mana. Mana shu 2 ta tumshuq, 4 ta baxaga komplekt hisoblanadi. 2 ta xo'roz komplekt qilib qo'yganman. Bir komplekt shu. Endi aka-ukalar qadoqniki mazol deydi ekan. Voha tarafda. Bu bir para bitta xo'rozni ikkala oyog'iga tushadi mana. Xo'p, mana teshigi aka-ukalar orqa bashmaldan mayda o'tadi. Maydiga baliq yog'ini quyib, mana qadoqni mazolni eng yaxshi effekti bor tuzatyapti shuni. Xolasa, mana buni obzor qilayotgan. Hop mana. Lipochkalari ham yaxshi nimaga qilingan, qattig'idan. Mana ichiga paxta tiqib qo'yilgan. Juda ham zo'r. 2 qavat tikilgan mana endi. Baxanonni. Hop. Rezinka 2 marta aylanib o'tadi. Toza terida kelganlar. Uyaltirmayman.